Bizaga mehnatkash xodimlar kerak. Bo'lmaydi unaqa oldi qochdi ishlasalaring. Ayniqsa sen Ahmad. Pastayanni bir ishkal qilib yurasan. Tayyorma. Doq qilib tashiysan. O'zi bu vazidan 2 dona. Bittasi menda, ikkinchisi Angliya qirolichasi Elizabeta II-da. Eksosalar! Ahmad, yo'qol. Uni o'ldirib qo'yaman hozir. Qurib o'tdi. Bitta vaziga shuncha qildi. Bu mishkopida to'la vazi edi. So'raganda berardi. Ishing boshingda qolsin. Xo'jayin bilasiz, mana shu mikrozavodda so'gim qotgan. Bir safar kechirib ishga ola qoling. Bo'pti. Faqat parod qilib yurmagin. Xo'jayin, keldim. Angliyadan keldim. O'sha singan va'dani ikkinchisini olib keldim. Qani ko'rchi, Manda ham ayb bormikin? Manda nima ayb bo'ladi? Hamma ayb shu vaza chiqargan odamni. Ikkita ham chiqaradim, ko'proq chiqarib qo'ymaydimi? Ishing boshingda qolsin. Xo'jayin, ishga olmasangiz bo'lmaydi. Bilasiz, kinning qonim shoti to'kilgan. Bo'pti. Ofisga yaqinlashib yurmagin, tushundingmi? Vahоб akam bilan simay almashib qorovulchilik qilasan. Xo'p, Bo'pti, bor. Xo'p, xo'jayin. Haydi. Qaralaring, Yevropadan hamkorlarimiz kelyapti. Vaqtdan bo'lib qolgan. Tayyor bo'lib turlar. Ular anor tamligini ichibdi. Yoqib qopti, tushunyapsanmi? Agar noqligini ichganda bormi xo'jayin? Quyib berlaring kelganda tushundingmi? Xuddi nok yeganday bo'lsin. Xursand bo'lib ketsin. Bor Ahmadga qara, tag'in parod qilib o'tirmasin. Hech kim kirgizmasin. Jahayallab qoldi-yu bular. Bor Ahmaddan xabar olchi, hech kim kelmadimi-ki? Xo'p bo'ladi. Ahmad, nima bo'ldi? Hech kim kelmadimi? Ha, qora mashinada kelishdi. Inglizchani yortashiymani haydayordim. Chet ellik bo'lsa kerak-da. Ahmad, hozir ket o'rtoq. Xo'jayin o'ldiradi seni. Nima bo'ldi? Kelishdimi? Haydayordim qora mashinada kimdirlar keluvdi. No close dedim. Yopiq ishlamayapmiz dedi. Ahmad, esing joyidami sani? Ahmad, yo'q!